21. misolimizda tangens x kichik y teng ildizosi 3 dan. Mana shu misolimizni ko'radigan bo'lsak. Demak, Shahrizoda tangens x da biz yoki tangens x da birliklaridan foydalansak bo'ladi o'z aslida. Lekin qulay bo'ladi o'zining grafiki. O'zining grafikini chizib olamiz. Bu x, bu y. To'g'ri tangens x. Simmetriya o'qlar. Simmetriya emas, to'g'ri asimptot o'qlar deylik buni. Ular simmetrik joylashadi, to'g'ri. Bu minus bitasi 2, bu bitasi 2. Xo'p, grafikimiz mana bunday ko'rinishda o'tadi. Mana bu. Xo'p, ildizosi 3. O'zi aslida bu simmetriya o'qiga yaqinroq keladi. Faqat ildizosi 3 ni ajratib olishingiz uchun bunday uzoqroq chizdim. Ildizosi 3 ni belgilab olamiz mana. Noldan tepada bo'ladi ildizosi 3 deganimiz. Mana, tushundingizmi? Bu gorizontal o'qimizni funksiya bilan kesishish nuqtasi mana. Uning x'i alfa. Alfa barobar arctangens modul bo'ladimi? Yo'q, ildizosida 3. Bu degani bitasi 6 mi 3mi? 3. Demak, mana bu burchagimiz bitasi 3 edi. Xo'p, endi aytyapti, tangens bu ildizosi 3 dan kichkina. Ildizosi 3 dan pastga qaraymiz. To'g'rimi? Buning grafiki bu qismi to'g'ri? Unga mos keladigan burchaklar alfadan chapdami, o'ngdami? Chapda. Demak, chapda bo'lsa belgilayman to qayergacha? Minus bitasi 2 gacha. Demak, x tegishli minus bitasi 2 nega pika? Tangensning eng kichik nisbat davri pi bo'lgani uchun. Bu yoqda bitasi 3 pika. Xo'p, bu asimptot o'qi bo'lgani uchun bu doim oddiy kausda. Tengsizlik noqatli bo'lgani uchun bu to'rt burchak kausda. Tushundingizmi? Xo'p, bu 21 edi, 24. Qaysi nima ekan? Katangens x kichik ildizosi 2. Tushunaymi? Xo'p, qaraymiz. Bunday ham aynan katangensning grafiki. Bu x, bu y. Katangensning grafikida mana bu yerda 0, u bo'yalmagan turardi. Chunki asimptot o'qib qoladi. Mana bu yerda pi taksi 2, mana bu yerda pi. Bu asimptot o'qib qoladi. Va grafikimiz kamayuvchi bo'lardi. Xo'p, ildizosi 2 0 dan tepada bo'ladimi, pastda? 0 dan tepada bo'ladi. Chunki y o'q bo'yicha qaraymiz. Mana bu ildizosi 2 bo'lsa. Xo'p, ildizosi 2 bilan mana bu o'q bilan, ildizosi 2 o'q bilan funksiya kesishyapti bu nuqtada. Uning x'i alfa bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, alfa barobar katangens ildizosi 2. Hisoblarimiz nechiga teng katangens ildizosi 2? Hisob bo'lmaydi. O'zicha qoladi. Demak, qaraymiz. Katangens ildizosi 2 dan kichkina. Bu degani pastda degani unga mos keladigan nima funksiya grafiki mana bu. To'g'ri? Mana bunga mos keladigan bu. Yoki tepasidagimi? Yo'q, pastdagisi. Endi uni chegarasi alfa edi-ku. Alfadan o'ngdami, chapdami? O'ngda. Tushundingizmi? Funksiya mana bu grafik belgilandi. O'sha funksiya grafiki alfadan o'ngga joylashgan, chapdami? O'ngda joylashgan. Qayergacha? Pigacha. Demak, x tegishli. Alfamiz bizada katangens ildizosi 2 davri plus pika. O'ng tarafi necha? Pi plus pika. Mana bu oddiy kaos bo'lgani uchun katangens taraf oddiy kaos, ya'ni qat'iy tengsizlik bo'lgani uchun. Bu doim qat'iy tengsizlik, asimptota bo'lgani uchun. Tushundingizmi? Xo'p, davom etamiz. 27. 27-misolimiz tangens x katta. Tangens x katta ildizosi 3 dan. Tangens katangensda o'zini grafikini chizib olamiz. Demak, grafikimiz mana. Bu x, bu y. Tangensda asimptotalar simmetrik joylashadi. Bu yoqda minus bitasi 2, bu yoqda bitasi 2. O'rtada 0. Grafik bunday o'tadi. O'suvchi grafik.
Ildiz 3 noldan tepadan pastdan. Tepada. Tepada. Demak mana bu o'tsin. Mana bu yerda ildiz 3. O'sha ildiz 3 o'qi bilan funksiya mana bu nuqtada kesishdi. Kesishish nuqtasining x'i alfa. Alfa barobar arc tangens necha? Ildiz 3. Bu degani pi taqsim 3. Demak mana bu burchagimiz pi taqsim 3. Aytibdi tangens ildiz 3 dan katta. Uni tepasi. Bu kesishish nuqtasidan yuqoridagi funksiya qismi. Uning x'i alfadan kattami kichikmi? 10 dan kattami? 10 dan. Demak bu taraf. X tegishli pi taqsim 3 plus pi kada nechigacha? Plus pi kagacha. O'zi asimptota doim oddiy qavs bilan yoziladi. Pi taqsim 3 Oddiy. bu ham oddiy. Tushunarli? Xo'p, davom etamiz. Keyingisi. Xo'p, 30-si. Katangens x kichkina bir taqsim 3 dan. Shunasini ko'ramiz. Katangensni grafiki. X, y 0 o'yilmasdan turadi. Keyin mana bu yerda pi taqsim 2, mana bu yerda pi. To'g'ri? Va katangens grafiki ikki yo'nalishli bo'ladi. Mana bu yerda 1 taqsim 3 0 dan tepadan pastdan. Tepada. Demak mana bu yerda bunday o'tsin. Mana 1 taqsim 3. Kesishyapti bu nuqtada. Uning x'i alfa. Alfa barobar arc katangens necha? Qiymat bormi? Yo'q, burchaga ko'rmaymiz. Demak, aytyapti, katangens x 1 taqsim 3 dan kichkina. Kichkina bo'lsa, uni chap pastdami? Mana bu qism to'g'ri? Bu alfadan o'ng tarafdan chap tarafdan. O'ng tarafda qayergacha? Pigacha. X tegishli alfa, ya'ni arc katangens 1 taqsim 3 plus davra pi ga qayergacha? Pi plus pi ga. Pi bu asimptota. Bu doim oddiy qavs. Arc katangenschi? Oddiy qavs nima uchun? Qat'iy tengsizlik bilan yozilgan. Xo'p, bu 30 edi. 30 necha? 3. Endi trigonometrik tengsizliklar sistemasi bo'lar ekan. Bu qanday bo'ladi? Ko'ramiz. 33-misolimiz. 33-misolimizda sinus x kichik 1 taqsim 2 dan sinus x katta yoki teng ildiz 2 taqsim 2. Bir vaqtda bajarilishi kerak. Xo'p. Sinus o'chirish bo'ldimi? Aniq keyin nima chizamiz? Birlik aylanadi. Mana birlik aylanamiz. Bu kosinus, bu sinus. Xo'p, birlik aylanamiz x bo'lsa, ayni sinus o'qi bo'lgani uchun sinusning maxsus nuqtalari -1 nuqta. 1 taqsim 2 0 dan 10 ga chapdan tepada. Mana bu yerdan 1 taqsim 2 degan o'q o'tadi. Qat'iy bo'lgani uchun bo'yalmasdan turadi. Pastda sinus x minus ildiz 2 taqsim 2 deyapti. U pastda. Bo'yalmas, bu bo'yalib turadi. Chunki noqat'iy. Shu ikki o'ng orasida deyapti. Bu orasidagi yoyimiz o'ng tarafda hamda chap tarafda. Shu ikki o'ng belgilashimiz kerak. Mana bu yerda 0. Boshlanish nuqtamiz. 0 dan soat siragasiga teskari harakatlansam, bu yerda sohadan chiqamiz. Bu yerda 0 ga yaqinroq soha birinchi soha hisoblanadi. Uning kirishi pastda. 1 2 3 va 4. Ana shu to'rttasini topib chiqishimiz kerak birinchi. 1 taqsim 2 degan o'qda bo'lgani uchun aksinus 1 taqsim 2 pi taqsim 6. Demak, mana bu burchagimiz pi taqsim 6 ekan. Bu burchak shunda pi minus pi taqsim 6. Tushundingizmi? Chunki mana pi edi, pi dan pi taqsim 6 qaytdik yo'q. Mana burchagimiz. Bu beta. Bu arc sinus. Nima uchun arc sinus? Sinus turibdi. Modul minus bu pi taqsim. To'g'ri.
Demek mana burchagimiz bitasini to'g'ri? Minus bitasini to'g'ri. Nima uchun? 0 dan pastga tushgan. To'g'rimi? Mana bu burchagimizchi. Bu pi plus bitasini to'g'ri. Nega pi plus deyapmiz? Nega minus pi demayapmiz? Tepadan kelyapmiz, to'g'rimi? Piga keyin qo'shilyapti bitasini to'g'ri. Hisoblasak 5 bitasini to'g'ri. Mana buni hisoblasak 5 bitasini 6. Yozaveramiz. X tegishli. Birinchi soha. Plus nechi pika? Nega pika? Sinus bo'lgani uchun. Xo'p, ikkinchisi bitasi 6. Plus 2 pika. Birinchi soha tugadi. Chegaralari minus bitasini to'g'ri bo'yalgan. Bitasi 6 bo'yalmagan. Qat'iy birlashma. 5 bitasi 6. Pastdan zaman plus 2 pika dan 5 bitasini to'g'ri. Mana 5 bitasi 6. Qat'iy oddiy tavs bu 4-chi tavs, chunki noqat'iy o'zi tegishli bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 33-dir. 30 nechaga keldik? 6. 36-chi misolimiz. Kosinus x katta minus 0,5 dan ekan. Minus 0,5 degani bu bir taqsim 2. Keyingizda kosinus x kichik yokilik x ostida 3 taqsim 2 degan tengsizligimiz ekan. Xo'p, ko'rib chiqamiz buni. Kosinus bo'lgani uchun aniq nimaga qo'yamiz? Birlik aylanaga. Demak, birlik aylanani tuzolsak. Kosinus bunisi sinus. Xo'p. Minus 1 0 1. Minus 1 taqsim 2 demak chap tarafda ekan. To'g'ri aytyapsan. Mana minus 1 taqsim 2 bo'yayman, bo'yamayman. Dumaloq olinadi, ichi bo'yalmaydi. Keyingisiga o'tamiz. Inzos 3 taqsim 2. O'ng tarafda bu bo'yaladi. Xo'p, endi aytyapti shu ikki ona orasida. Demak, mana bu qism. Xo'p, bu degani mana bu tepadagi qism va pastdagi qism. Bunga tepadan bunday aylanib kelsam ham bo'ladi. Yoki pastdan bunday olib borsam ham bo'ladi. Qaysi qulay? Pastdan borganim qulayroq ekan. Nega? Chunki tepadan aylanib kelsam aniq mana bular pidan katta bo'ladi. Pastdan borsam hammasi pidan kichik bo'ladi. Tushundingizmi? Nega javob bir xil chiqadi? Javob bir xil chiqadi. Faqat davr o'zgarib turaveradi. Bu degani bir xil degani. Boshladik. Xo'sh, mana bu joyda bu 1 mi 2 mi? Kirishmi chiqishmi? Bu bir kirish, bu chiqish, bu kirish, bu chiqish, to'g'ri. Xo'p, pastdan kelyapman. Demak, mana minus 1 deganimiz bu minus bitasi, minus pi, to'g'ri? Mana bu burchak. Alfa desam, bu burchak nima bo'ladi? Burchak doim x o'qi bilan qaraladi. Tepasi bo'ladi. Beta. Bu ham beta, bunisi alfa. Burchak qayerdan qaralar ekan? Doim x o'qi. Alfa barobar arc sinusi. Arc kosinus. Bu kosinusda bo'lgan. Minus 1 taqsim 2 edi, modul ichida minus 1 taqsim 2 taqsim 3 mi? Keyingisi beta. Arc kosinus. Modul necha? 3 taqsim 2. Bu degani 1 taqsim 6. Xo'p, aslan bu yoqqa kelyapmiz. Minus pi. Keyin soat radiusi bo'yicha plus alfa, ya'ni 1 taqsim 3. Bu nechaga teng bo'ladi? Minus 2 pi taqsim 3 barobar minus 2 pi taqsim 3. Xo'p, birinchi tepasi 2 pi taqsim 3. Oson topsa bo'ladi. Davom etamiz. Mana bu nuqtamiz. Bu 0 dan pastga tushyapmiz. Minus pi taqsim 6. Demak, pi taqsim 6. Osongina topsa bo'ladi. Endi yozamiz. X tegishli
minus 2 pikasini 3 plus 2 pika va plus 2 pika. Mana bu bo'yalmagan uchun. Oddiy Gaussda minus bitasini oldi bo'yalgani uchun birlashma. Bu bitasini oldi plus 2 pikadan 2 bitasini 3 plus 2 pika. Chegarasi oddiy Gauss. Tushundingizmi? Bularni o'chiraman.